Assalomu alaykum, aziz obunachilar. Sizlar bilan bugun yana Do'sti Rajapov. Sizlarga bugun kornerdan qanday aniq zarba berishni ko'rsataman. Sizlar ungacha profilga obuna bo'lib, like bosib ketinglar. Mana bizning akkauntimiz futbolchilari. Full bo'lmagan, lekin albatta full qilamiz. Hozir emas, keyingi videolarimizda. Sizlarga esa hozir kornerdan qanday oson aniq zarba berishni ko'rsataman. Bu tomonda bo'lsa o'ng oyoqlar, nari tomon bo'lsa chap oyoqlar tepish kerak. Virasal Dembele o'ng oyoq, chap oyoq. Ana bu yerda tepishdan oldin yarmigacha qilishimiz kerak. Ana chiziqda zarba berishda chiziqdi. Bu yoqda keyin bni yarmigacha olib borishimiz kerak. B harfiga bosib yarmigacha olib borishimiz kerak. Zarba beradigan. Ana A harfigacha yarmigacha olib boramiz. Hop, keladi. Yarmigacha olib boramiz va salgina ozroq noaniq. Sizlarga bu yoq tomondan ham ko'rsataman yana. Hozir to'g'ri o'xshamay qoldi. Shunday vaziyatlarda uni shoshilib qolmangizlar. Mana qarang, aniq boryapti, lekin Tibo Courtois foul bo'lgan, shuning uchun qaytaryapti. Ana. Mana gol. Hop, ana. O'rganib olganmisiz? Bugungi video tugadi. Keyingi videolarda yana uchrashguncha xayr. Profilga obuna bo'lib keting.